Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan astma kasalligining yana bir turi neytrofilli astma yoki type 2 low astma haqida gaplashamiz. Bu turdagi astma kasalligi alohida klinik ahamiyatga ega bo'lib, astma kasalligining klassik terapiyasiga yomon javob beradi, ya'ni ingalyatsion kortikosteroidlarga yaxshi javob bermaydi va zamonaviy terapevtik strategiyalar haligacha ishlab chiqilgani yo'q. Astma kasalligiga chalingan bemorlarning 20-30%ni hozirgi kunda neytrofilli astma fenotipi tashkil qiladi. Neytrofilli astmaning allergik astmadan farqi uning immunopatogenezida yotadi. Allergik astmada asosan yallig'lanish, eozinofil va immunoglobulin Y'lar ustunligi hisobiga ketsa, neytrofilli astmada esa neytrofillar hisobiga kechadi. Neytrofilli astmada nafas siqishlari doimiy bo'ladi va og'ir holatda kechadi. Eozinofilli allergik astmalarda esa epizodik holatda kechadi. Yo'tal neytrofilli astmada surunkali va produktiv ketsa, allergik astmada esa quruq va paroksimal holatda kechadi. Balg'am ko'rinishi neytrofilli astmada yashil sarg'ish yiringi bo'lsa, allergik astmada esa shilliq va shaffof holatda bo'ladi. Bu kasallikning etiologiyasida quyidagilar yotadi. Birinchisi infeksion omillar, ya'ni qayta shamollash. Ikkinchisi ekzogen omillar, chekish, havoning iflosligi va organik, anorganik va kimyoviy moddalar kiradi. Uchinchisi semizlik va gormonal omillar. To'rtinchisi davolash taktikasining noto'g'ri kechuvi. Paradoksal ravishda astma terapiyasini qo'llash neytrofilli astma kasalligining shakllanishiga omil bo'lishi mumkin. Oltinchisi nafas yo'llari va ichak mikrobiotasining buzilishi neytrofilli astma kasalligining rivojlanishida juda ham muhim rol o'ynaydi. Neytrofilli astma standart astma terapiyasiga yomon javob beradi, shuning uchun bunga alohida yondashuv talab qilinadi. Asosiy bazis terapiyaga nimalar kiradi? Uzoq ta'sir etuvchi beta-2 agonistlari va shu bilan birgalikda uzoq ta'sir etuvchi muskarin antagonistlarining kombinatsiyalangan dori vositalari va metilksantin unumlari, efilin, tefilin shu kabi dori-darmonlar kiradi. Yallig'lanishga qarshi terapiyaga esa makrolidlar, statinlar va PPAR gamma agonistlari ishlatiladi. Hozirgi kunda siz astma kasalligidan azob chekayotgan bo'lsangiz yoki bo'lmasam astma kasalligiga moyillikni his qilayotgan bo'lsangiz, siz bizga murojaat qiling. Biz sizga zamonaviy diagnostik usullar bilan tashxis qo'yamiz va davolaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.